Ah umrim berarmadim, ishqingda yonarmadim. Yuragimni yaralab, hasratda kuyarmadim. Ah umrim berarmadim, ishqingda yonarmadim. Yuragimni yaralab, hasratda kuyarmadim. Sevarmadim seni men, bugungi aqlim bo'lsa, kuyarmadim yana men, bugungi aqlim bo'lsa. Sevarmadim seni men. Rustamning xonasini o'zimga to'g'irlab oldim. Agar urushib qolsak, men Rustamning xonasiga chiqib yotaman. Siz nima? Shu yerda yashamoqchimisiz? Endi uyimga olib ketgunimcha seni yashab turaman. Nima qilibdi? Xotinimsan-ku? Yo nima? Eringni kirgizmaysanmi uyingga? Gap unda emas. Ha, mayli. Men bozorga chiqib kelay. Marojniy ham oling. Xo'p. Bobur aka. Tinchlikmi? Boshlandi. Nima boshlanadi yana? Hidlagim kelyapti yana. Kulmang. Nimani? Yana metronimi? Yo'q. Menimi? Yo'q. Nimani yana? Yana Oyim. yengisi nima? Kim? Oyimmi? Obba. Bo'pti. Ishdan kelib olib boraman. Hop. Yo'q, hozir boramiz. Men hidlamasam bo'lmaydi. Astag'firullah, tavba. Bor oyimdan so'ra. Oyim tog'ga ketganlar-yu. Olib boring, iltimos. Tezroq men Hop, menga bularni qara. yo'qing. Metroga olib bordim. Oyingni ham hozir hiylaysan to'yib. Keyingisi nima? Menga aytib qo'y, men tayyor turing. Bilmayman. Oyimni hidlagim kelyapti. Voy. Ketdik. Bo'pti, menga qara. Hozir oyiniga olib borib tashlayman. Keyin menga telefon qilib, "Mamnaqa, unaqa tez keling, uyimga ketaman, uyimni sog'indim" demagan. Kechki payt ishim bitganda olib ketaman, xo'p? Xo'p. Bor, darvozani och. Menga og'ir itarish mumkin emas. Men homiladorman. Obbo, bo'pti, unda oz kelaman. Bo'ling tezroq. Rostdan hidlagim kelyapti-da. Nima qilay? Ayub! Ha! Yurolmaymiz. Qayoqqa boramiz? Zo'r joyga boraman. Kel. Ha, Sora? Yana nima bo'ldi? Hech nima. Kamol akamni sog'indim. Uylanib olgan bo'lsalar-ya. Menga qara. Peshanangda ersiz qolish kerak degan bo'lsa, ersiz qolasan. Mana meni ham erim 2 oydan beri yo'q, bilasan-ku. Qanaqa qilib chidayapsiz? Na uyqumda halovat bor, na ovqat yesam maza qilib yegandek bo'lmayman. Bir ish qilsam ham xayolim ularda turibdi. Borib kechirim so'rab kelaymi? Qanaqa kechirim? Esing joyidami?
erkak kishidan kechirim so'rasang 7-osmonga chiqarib qo'yasan. Bilasanmi shuni? Mana men jinni. Kechirim so'rab nima qildim? Akam bergan pullarga tillala olsam bo'lardi. Qanchadan qancha pullarni erimni qamog'iga qatnab yo'qotdim. Rahmat dedimi? O'risga uylab olibdi-ku iflos. Bilasan hammasini. Kechirim so'rama. Ko'rgim kelyapti-de. O'l. Ko'rging kelmay. Yersiramay o'l. Boshqa yo'li bor. Qanaqa yo'li? Qara, seni kasalxonaga olib boraman. Hmm. Yuragini mazasi bo'lmayapti deyman. Akam baribirchi sendan, boladan qo'rqadilar, xavotir oladilar-da, uchib keladilar. Qali. Qaysi kasalxonaga boramiz? Mana birinchi ko'rpalizda tanishim bor. Aytaman, bitta palata beradi, vaqtinchalik yotib turasan. Aldaymizmi? Yo'q, nega aldaymiz? Kapelnitsa olasan shunchaki. Bolaga ham kerak-ku. Mumkinmikin kapelnitsa? Doktordan so'raymiz-da. Nima deding? Keyin akam keladilar. Seni kasalliging bilsalar, uchib keladilar. Yarashib olasan. Ishonarmikinlar? Voy. Kelmasalar-chi? Kelsa doktordan so'rasa sog'lom deb qo'ysa-chi biror kim? Men gaplashaman doktor bilan. Hozir boramizmi? Yo'q, hozir bora olmayman. Anu Najot xotini bilan sarpa qilishga borishimiz kerak. Abetlarga bo'shayman 2-3larga. Men senga telefon qilaman, kasalxonaga kelib turasan. Men to'g'ri o'taman. Bo'ladimi? Shunaqa qilamizmi? Ishonarmikinlar-ya? Voy, ishonadi. Sen menga qo'yib bergan. Muhimi yarashib olasan. Rahmat. Yaxshiyam siz borsiz. Chiroyli kiyim bo'la-ya? Yo'q. Mashq kiyimingda borur. Bo'lmasa ishonmaydi. Sen kasal bo'lgan. Kasal holatingda bo'lishing kerak. Seni shu kiyimingda ham yaxshi ko'radi akam. Bo'pti. Kelishdik. Bo'lmasa men tez ishimni qilay. Xo'p. Yes. Shahnozaxon, Labiya oyijon, aybni ko'rmadingizmi? tepada bo'lish kerak. Tepada yo'q. Pastda ham yo'q. Podvolni ko'rdingizmi? Hovlini bir ko'ringchi, tashqarini ham bir ko'ringchi, tashqariga chiqib ketgandir. Ayub. Ayub. Buvi. Ketyapman. Voy, o'zim o'rgili sendan aylanib ketdi. Menga qara. Agar senga sarpa oladigan bo'lishsa, mana bu pulni olgin-da, sen ham kuyovga sarpa olgin, xo'pmi? Faqat yaxshi narsalarni olib, ko'rib, tanlab o'zing olgin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy, buvi, bu yerda ko'p-ku, shuncha pulmi? Yaxshi narsa olgin deyapman-da, bolajonim. Rahmat. Voy, o'zim o'rgili sendan. Menga emas, mana dodaga rahmat. Baxtli bo'l qizim. O'zim o'rgili sendan. O'zimga ham olaman. Mayli. Aloqa bolam. Assalomu alaykum. Ke, Alaykum assalom bolarim. Yaxshi Kelinglar. Eshik ochiq ekan, kirib keldik. Yaxshi. Keling. Voy, o'zim o'rgilib Qani ketdi. kelinglar. Ko'p yashang. Rahmat keling. Ko'p yashang bolajonim, baxtli bo'linglar ilohim. Tashakkur. Voy, ilohim, Qani. baxtli bo'linglar. Mayli doda, buvi, men ketdim. Xo'p, Yaxshi yaxshi bor. bo'lsin. Mayli.
kelinglar, Hop, hop, qani kelinglar-chi. Kelinglar. Keling qizim, kela qolinglar. Chiqinglar bolalarim, chiqinglar. Yur. Dadasi, o'ting. Rahmat. O'tiringlar. Amin. Uzoq umr kelin bilan baxtli bo'linglar. Allohu akbar. Xush Kelin, kelibsizlar. qalaysiz? Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. To'ylar bilan charchamayapsizlarmi? Ha, xafa qilmayaptimi? Yo'q. Tuzukmisiz qizim? Rahmat. Yaxshi yuribsizlarmi? Ha, rahmat. Oyingizlar tinchmi? Hammalari yaxshi yurishibdimi? Sizga oyijonim salom aytdilar. Rahmat, salomat bo'lsinlar. Bolam yaxshimisizlar? Rahmat. Ishlaring yaxshimi? Yaxshi. Ukalaring yaxshi yurishibdimi? O'zim o'rgili. Sizlarni oldinglarga kelyotgandim. Oyim buni ham qo'shib yubordilar. Ajab qilibsan-da, ajab qilibsan olib kelib bolamni. Juda yaxshi bo'ldi kelganinglar. Men chaqirganimning sababi dala hovlini so'ramoqchi edim. Qalay, ma'qul bo'ldimi senga? Dala hovlidan xabar olyapsanmi? Bog'bon borgan ekan. Bog'bon borsa qorovul bor ekan. Qo'ymabdi kirishga. Bobom menga telefon qilmabdi-da. Ha. Nimaga O'g'lim. qo'ymadi? Adangga noto'g'ri gapirma bolam. To'g'risini aytgin bolam. Nimani aytadi? Azizani qilgan ishlarini aytgin demoqchiman-da, dadasi. Nima qilibdi? Qiziz. O'g'lingizga bergan dacha bormi, uy bormi, hammasini borib, so'rab, qaytarib olibdi. Shu. Shundaymi, Habib? Olib qo'ymadilar. O'zim berdim. Yo'q, bolam. Muhtoj odam qidirdim, topolmadim. O'ylab qarasam, o'zini egasiga qaytarganim yaxshi ekan. Men hamma narsani teng qilaman. Ikkiga bo'lib berdim. Tegishli narsasini oldi u. U hech narsaga muhtoj emas. Nega unday qilding? Endi uni o'ziga gapirasiz-da, dadasi. Bu qizingizning ishi. Qiziz borib aniq qo'ymagan. Tortib olganday qildi-da, o'shnaqa qildi ham-da. Shunaqa ham bo'ladimi? Ah, Habib, yo'q bermayman demaydi-ku. Menga qara. Senda kelajak yo'qmi? Farzand ko'rmaysanmi? Nabira, avara ko'rmaysanmi? Xavotir olmang, kelajagimni o'ylab qo'yganman. Shveysariya bankida yetarlicha pulim bor. Bolam, baribir ham bu dadangdan senga hadya edi. Ota sifatida. Bu chin ko'ngildan bergan edilar. Bu bizadan silaga edi. Kelajagingga, bola chaqangga. Axir u hech narsasiz qolmayotgani yo'q edi-ku. Unda ham bor edi-ku narsa. Onasi, oshdan xabar ol. Hozir. Ha, o'tirib turinglar. Men ham qarashib oling. Siz o'ylamang. Ko'chada qoladigan joyda emasman. Ishim bor. O'zimga yetarli. Mendan keyin meni qanday eslaysan? O'sha dachaga kirib chiqib, nafas olib, kechasi yulduzlarga qarab meni eslashing mumkin edi. Men shu tomonlarini o'yladim. Odamni eslash uchun mol-mulk kerak emas. Odam yuragida saqlaydi.
diydorimiz esda qoladi. Shu bola ko'z oldingda katta bo'lmasa, mehr qolmas ekan. Baribir uzoqda katta bo'lding. Mehring yo'q, Habib. Ming qilsa ham mehr yo'q senda. Mayli, o'zing bilasan. O'zing bilasan. Men sidqi dildan, yurakdan qildim bu ishni. Qizim hech narsaga muhtoj emasdi. Hammasini o'ylab qo'yganman. Men seni kelajagingni o'yladim. Mayli, Shvetsariya bankida puling bormi, yo'qmi? Sen meni zurriyodimsan. Meni farzandimsan. Mendan keyin falonchini o'g'li deyishadi seni. Xohlaysanmi, xohlamaysanmi? Baribir falonchini o'g'li deydi. Alo. Assalomu alaykum Komil aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Komil aka, haligi oldingi yilda отчет kerak bo'layotgandi menga. Xo'p. Bir ikkita tekshiradigan narsamiz bor edi. Menda nima qiladi отчет? O'zlaringda bo'lish kerak-ku. Yo'q, o'shani so'rashayotgandi. Shahnozda ekan, Shahnoz ishga kelmabdi. Shunga sizda bormi deb so'rayotgandim. Haqqingizda Shahnozga telefon bo'lmasa, menda yo'q unaqa hujjat. Xo'p, telefonini ko'tarmayapti Komil aka. Bo'pti, hozir men gaplashaychi. Xo'p, aytvorasiz. Alo. Alo, Komil aka. Shahnoz, yaxshimisan? Tuzukmisan? Assalomu alaykum. Yig'layapsanmi? Nima bo'ldi? Bolam yo'qolib qoldi. Qayerda yo'qoladi? Nima deyapsan? Bilmayman, ko'chaga chiqib ketgan ekan. Hech qayerda yo'q. Topolmayapman. Sen qayerdasan hozir? Mahallada yuribman qidirib. Mahalladamisan? Men hozir boraman mahallingga. Xo'p. O'zi tinchlikmi? Nimaga qilgandingiz? Tinchlik, отчетlar kerak edi. O'shanga qiluvdim. Bo'pti, hozir boray, gaplashamiz. Xo'p. Bu yarashdimi? Mamansi ham Bunisi-chi? chiroyli ekan. Yoki bumi? Juda ko'p ovordik, opa. Yo'q, ko'p emas. Obbo. Alo? Opa, Ha, Sora. kelyapsizmi? Ozgina bo'shab qoldim. Birpas turib boraman. Uzog'i yarim soatda. Mana shu yaxshi ekan. Sen borib turur? Birinchi Go'rbanisaga boraymi? Ha. Dilbar bor o'rtog'im. O'shani yoniga borib tur. Boraman orqangdan. Xo'p. Bo'pti. Opa, shoshayotgan bo'lsangiz ketavering, o'zim olaman. Yo'q. Yoqqanlarni olib olaylik, keyin ketaman. Shular bo'ladi lekin. Ketdik bo'lmasa. Mana bolam, ol. Olinglar, sovumasin. Voy, o'lmasam. Ha? Voy, esim qursin a. Nima bo'ldi? Mana, hozir. Nima bo'ldi? Ayt. Yuragim yorvordi-ya. Nima esidan chiqibdi buni? Choynak shetda. Ha, dazmol. Har galgidek dazmol esdan chiqqan. Olinglar. Sovumasin. Qarang, sal bo'lsa unutay deb mana qo'lchasini ko'rdim-u, esimga tushdi-ya. Voy xudoyim. Bolam, mana bu oilamizda shunaqa bir udim bor. Mana buni kelinlarga qaynanalar sovg'a qiladi. O'g'lim, mana bu uzik. Bu bizni oilamizning merosi. Bu avloddan avlodga, kelinlarga beriladigan uzigimiz. Qani? Bismillahirrohmanirrohim. Ko'ringchi. Qani, qo'lchangizni bering.
Bismillah. Ana! Qarang. Lop-loyiq. Muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. O'zim o'rgilib ketay. Buyursin. Aylanay sizdan. Baxtli Baxtli bo'linglar bo'linglar ilohim. iloyim. Shartmas edi. O'zingizni qizingiz bor, nevarangiz bor. O'rgilib ketay. Bu kelinlarga beriladi. Bizni avlodimizda shunaqa. Kelinlarga beriladi. Bu bir paytlari mana dodangizlar aytsinlar, menga berilgan edi. Men endi kelinimga beraman. Xudo xolasa yillar o'tib, sizlar ham kelinga berasizlar. Ana buni oilaviy meros deyiladi. To'g'ri. Olinglar bolalarim, oling qizim. Olinglar oshdan. Oling kelin. Qani? Olinglar. Sevinch qaytar beraqa. Qo'y unaqa gaplaringni, menga qara. Voy bolam. Udim bu, hamma oilalarda shunaqa bo'ladi. Qaytarib bermayman. Yo'q, qaytarmang. Bu sizniki. Menga berdilar. Oyijon degan tillaringizdan o'zi o'rgili. Aylanib ketay bolam. Oyijon dedi meni. Olinglar bolalarim, olinglar. Unaqa demagin o'g'lim. Ol, nimaga olmayapsan? Buni taqib yursa men xursand bo'laman. Qani? Har ko'rganimda xursand bo'laman. Bu meni kelinim deb. Olinglar, voy soviydi, olinglar. Osham zo'r bo'pti o'zi. Ha, o'g'lim. Osh zo'r bo'pti onasi. Osh bo'lsin. Hozir bolam. Hozir. Nima bo'ldi? Daraxtdan yiqilibdi, Bo'ldi. hushini yo'qotyapti. Qaniki? Chiqchi. Ana shunday. Alo, Allo, opa. Opa, men keldim, qattasiz? men endi kelyapman, yo'ldaman. Sen o'rtog'imning yoniga kirib tur, gaplashib qo'ydim. Xo'p, bo'pti, xo'p. Tezroq keling. Qaysi xonaga borish kerak? Bola yiqilib tushgan. To'g'riga 3-xonaga kirasizlar. Xo'p. Kamol aka. Yana o'sha ayol bilanmi? Bilardim shu xotinligini. Bular meni aldab yurishibdi. Nimaga men hammani qo'lida o'yinchoq bo'lishim kerak? Nimaga meni aldashlari kerak? Charchadim. Oyim meni aldagan ekanlar. Hammaga ko'ngling ochiq bo'lsin. Dilingdagini aytgin. Birovni ko'nglini og'ritmagin. O'shanda hamma ishing yaxshi bo'ladi. Sevimli bo'lasan degandilar. Lekin qanchalik ochiq ko'ngil bo'lmang, hamma meni bosib o'tib ketadi.
boshqasidan farzandi bo'lsa, nimaga meni olib o'tiribdi Kamol aka? O'shanisi bilan yashamaydimi? Sora, Xo'p, kirdingmi? yo'q, sizni kutyapman. Ko'chalar probka ekan. 10 minutga kech qolaman. O'rtog'im kiraversin dedi. Koridorga chiqsa yo'q ekansan. Qayerdasan? Opa, keyingi gal kelarmiz, uyga ketaman. Nimaga yig'layapsanmi? Nima bo'ldi? Yo'q, hammasi yaxshi. Opa, telefonim o'chib qoladi, zaryadkasi tugadi. Keldingizmi? Keldim. Xo'sh, mana bu yerda somsalar, bir nimalar, xullas tez pishirsa bo'ladigan. Bu bozorlik pomidor bodring. Mana bu esa muzqaymoq. Ana. Shuncha muzqaymoq nimaga kerak? Muzqaymoq deding. Qancha olish kerakligini aytmading-ku. Bitta so'ragandim. Xo'p, ishda bo'lganimda yegin kelib qolar. Bu muzqaymoqni ko'pi bo'lmaydi. Kechqurun kino ko'rayotganda yeymiz. Men o'zim yaxshi ko'raman marojinni. Xo'p. Hozir. Alo. Alo, Labbay oyi. qayerdasan? Ishdaman. Menga qara. Tez ishdan bo'shagin deb meni oldimga kel. Uchrashuvga olib chiqmoqchiman. Qiz topdim. Oyi, akam juda ko'p ish yurib ketganlar. Menga qara, akangga telefon qilaman, bo'shatadi. Tez yetib kelgin. Oyi, keling, kerak emas. Nimaga kerak emas? Uylanishing kerak-ku. Bilasiz-ku, men Laylani yaxshi ko'raman. Menga qara, meni asabimga tegma. Men Laylani hech qachon kelin qilmayman. Men aytgan qizga uylanasan. Gap tamom va salom. Tinchlikmi? Ha, oyim chaqiryaptilar. Uylantirmoqchimilar? O'shancha zaksdan o'tish kerak emas edi. Endi borib ajrashishimizga to'g'ri keladi. Nima, sen meni shundoq qo'yib yuborasanmi? Siz meni mulkim emassiz. Men faqat onalarga qarshi bora olmayman. Onangiz aytgan qizga uylanasiz. Onam qaysi qizni aytganini bilmaysan-ku? Balki seni aytgandir. Kulgili. O'shaning uchun kulib turibman. Boring tez. Oyizlarni kutirmang. Men marojnilarni yeb, ishlarimni qilib turaman. Tez kelaman, xo'p? Xo'p. Nimaga siz bunaqa qo'polsiz? Nima qildim? Yo'q, dadingiz bilan gaplashishingizni qarang. Qanaqa gaplashyapman? Qo'pol. Odam unaqa bo'lish kerak emas. Sen nimaga sovg'an olding? Nimaga olmas ekanman? Shundoq qimmat sovg'a bo'lsa.
Allo. Habib, Oyi, qayerdasizlar? uyga qaytyapmiz. Hozir Aliga qiz topgan edik. Uchrashuvga olib chiqamansam, akam rosa ish buyurganlar deydi. Sen uni o'rniga odam qo'ygan? Xo'p, oyi, aytaman. Bo'pti, ehtiyot bo'l. Xo'p. Siz qachon Ali akani uylanganini aytasiz? Bilmadim. Ali qachon aytsa o'shanda. Oyjon bechora Ali akaga qiz qidirayotgan bo'lsalar. Agar sizlar aytmasanglar, men o'zim aytib beraman. Sevinch. O'zingni ishingni qil, aralashma. Ali o'zi hal qiladi, ko'p katta bola. Voy. Borib kelib bo'ldingizmi? Pastga tushib chiqib borib keldim. Nimaga bormadingiz? O'ylab qarasam, hozir boradigan bo'lsam senga xiyonat qilar ekanman. Jinnimisiz? Menga yetib ketyapsiz-ku? Mana qara, Layli. Diling og'rimadimi hozir? Yig'lamadingmi? Yo'q. Nega aldayapsan? Yo'q. Nega meni dilim og'riydi? Yetib ketyapsiz-ku? Xo'p. Teoretически o'ylab ko'raylik. Senga aytib ikkinchi xotin olsam. Senga aytgan bo'laman-u muhimi. Tushunarkansan. Sendagi xotin hech qayerda yo'q. Anta katta pichoni ko'rdingizmi? Siz uchun maxsus. Ko'rdingmi? Rashk qilasan. Demak, meni sevasan. Boring, uchrashuvingizga borib keling, asabimga tegyapsiz. Bormayman. Telefonimni o'chirib qo'yaman. Yosh bo'lasiz desam, xafa bo'lasiz. Boring. Sen ham xafa bo'lyapsan-ku? Voy, xafa bo'lmayman. Xolasiz marojnayni yeb, maza qilib o'tiraman. Maza qilib yig'lab ham olaman. O'zi yig'loqman-u. Aytdim sizga. Akam. Alo? Qayerdasan? Uydaman. Tez uyga bor. Oyim aytgan qiz bilan uchrashar ekansan. Aka, kerak emas. Bormayman. Bormoqchi bo'lib chiqdim. Keyin orqaga qaytdim. Nima qilaman, oyimni ham, o'zimni ham aldab. Unda oyimga to'g'risini ayt. Bo'ldi? Aytaman. Lekin hozir emas. Qachon? Qachon aytaman, aka? Hozir bo'lmasa qachon? Bilmayman, bo'pti. Borib oyimni ko'ngillarini tinchlantir. Men ularga aytdim, hozir ishdan chiqib boradi deb. Bo'laqa. Xo'p. Sen xavotir olma, men uchrashuvga chiqmayman. Uchrashuvga chiqishdan oldin sochlaringizni oldirib oling. Men bugun oyimga hammasini aytaman. Uylanganimni, sen endi meni xotinim bo'lganingni va sendan boshqasi hech kim kerak emasligini, seni yaxshi ko'rishimni aytaman. Uydan haydalmoqchimisiz? Yo'q. Uyga olib kirmoqchiman. Seni.
Bo'ldi, bunaqa yashamayman ortiq. Qo'shnilaring oldida nima degan odam bo'laman? Ichki kuyov deyishadimi? Bo'pti. Men bora qolay. Sen esa kiyimlaringni tayyorlab tur. Hammasini yig'ishtir. Olib ketaman bugun seni. Oyim tushunadilar. Komol aka, shu yerdamidingiz? Ha, Ketavering, rahmat. Qaynanam kelayotgan ekanlar. bola yaxshimi? Yaxshi, hozir rentgenga olib ketdi. Rentgen qilsinchi. Nima deyishdi o'zi? Endi rentgenni ko'rib aytadi, nima Ahvoli qilishi. yaxshimi? Ha, ancha yaxshi. Anaqa, hali kechroq uyga borib, siz so'ragan hujjatlarni tashlab yuboraman. Mayli. Yordam kerak bo'lsa Xo'p, aytasiz. rahmat Komol aka. He, borib keldinglarmi? Ha, O'tiringlar. Qani, charchamading bolam? Ke o'tir. O'tir. Voy, qalay, nima gap? Nima dedi? Borib keldik. Ha. Salom aytishdi. Salomat bo'lishdi, xursand bo'lishdimi? Oyijon, menga brilliant sovg'a qilishdi. Brilliant berishdi? Mashinani kalitini bering. Ochiq mashina. Hozir olib kelaman. Ha, shunaqami? Voy, tavba. Brilliant berishdi-ya. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tir, o'tir. Labay o'rta. Ha, mana hozir. Hozir kirib keldi mana. Bugun uchrashtirib ola qolaylik. Ha? Bo'ldi. Kakras kelib qoldi. Uyda. Bo'ldi. Hozir gaplashib 5 minutdan keyin qilib boraman. Xo'p. Voy jonim bolam, yaxshi kelding, ey. Kakras buguncha uchrashuvga chiqasan, olib chiqib kelasan. Men chiqmayman uyga. Nega? Xo'sh. Men uylanganman. Voy gapini qara. Jinnimisan? Qanaqa uylanasan? Akamning ham xabarlari bor. Zakisdan ham o'tganman. Nikoh ham o'qitdim. 1 oydan oshdi. Meni kechiring onam. O'rtog'im deb aldagandim kasalxonadagi odam. Aslida Layli kasalxonada edi. Oyi, bo'ldi. Oyi, qo'ysangizchi. Ona, bo'ldi. Ona, bo'ldi. Kechiring meni onajon. Iltimos, kechiring meni ona. Onang o'ldimi? Bo'ldi. Onang o'lganmi? Ha? Sevarmidim seni men bugungi aqlim bo'lsa, kuyarmidim yana men bugungi aqlim bo'lsa. Sevarmidim seni men bugungi aqlim bo'lsa, kuyarmidim yana men bugungi aqlim bo'lsa. La 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 la. Nimalar ko'rmadim, qanchalar sevmadim, ko'z yoshlarim qolmadi, qanchalar yig'ladim.